Aziz pir Yuhannoga Xudo yuborgan vahiy. Birinchi bob. Bu kitob Iso Masihning vahiysidir. Xudo tez orada yuz berishi muqarrar bo'lgan hodisotni o'z qullariga ko'rsatish uchun Iso Masihga ushbu vahiyni berdi. U esa farishtasini yuborib, quli Yuhannoga buni bildirdi. Yuhanno Xudoning kalomi va Iso Masihning shahodati, ya'ni ko'rgan narsalarning hammasi haqida guvohlik berdi. Bu bashoratni o'qiyotgan va tinglayotganlar hamda bu yozilganlarga amal qiluvchilar baxtiyordir. Chunki vaqt yaqin. Men Yuhanno Asiya viloyatidagi 7 Masih jamoatiga yozyapman. Hozir bor, azaldan bor bo'lgan, kelajakda bor bo'lg'usi Xudodan, uning taxti oldida turgan 7 ruhdan, shuningdek o'liklar ichidan birinchi bo'lib tirilgan, yer yuzi podshohlarining shahanshohi bo'lgan ishonchli shohid Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Iso Masih bizni ko'p sevdi. U o'z qonini to'kib, bizni gunohlarimizdan forig' qildi. U bizni shohlar qildi. Otasi Xudo uchun ruhoniylar ham qildi. Abadiy shon sharaf, mangu saltanat unga xosdir. Amin. Mana u bulutlar bilan kelayapti. Har bir ko'z uni ko'radi. Uning badanini teshganlar ham ko'radi. Dunyoning jamiki qabilalari u tufayli fig'on chekadi. Ha, shunday bo'lgay. Amin. Men ibtido va intihodirman, deydi Xudoy taolo. Hozir bor, azaldan bor bo'lgan, kelajakda bor bo'lg'usi sarvar koinot. Men Iso Masihning qayg'u hasrati, saltanati va sabr qanoatiga sizlar bilan sherik bo'lgan birodaringiz Yuhannoman. Xudoning kalomi tufayli va Iso Masih uchun shohidlik berganim sababli Patmos oroliga surgun qilingan edim. Rabbimiz Isoning tirilishi qutlanadigan kunda men ilohiy ruhning ta'sirida qoldim. Birdaniga orqamdan karnay ovoziga o'xshash kuchli bir nido eshitdim. Men ibtido va intiho, avvaliyu oxiridirman. Ko'rganlaringni kitobga yozib bor va Asiyadagi 7 jamoatga, Efes, Izmir, Pergam, Tiatira, Sardis, Filadelfiya va Laodikiya shaharlaridagi jamoatlarga yubor. Men bilan gaplashayotgan kimsani ko'rish uchun o'girildim. Shunda 7 oltin shamdonni ko'rdim. Shamdonlar o'rtasida bo'yi baravar uzun rido kiygan va ko'ksiga oltin kamar bog'lagan inson o'g'liga o'xshash bir kimsa ko'rindi. Uning boshi, sochlari bamisli oq yung, qordek oppoq. Ko'zlari esa otash alangasidek chaqnardi. Uning oyoqlari ko'rada qizdirilgan yaltiroq misga o'xshardi. Ovozi ko'p suvlarning shov-shuvini eslatardi. O'ng qo'lida 7 yulduzni tutib turar, og'zidan o'tkir dudama qilich chiqazib turar edi. Uning yuzi kunning qizig'ida balqiydigan quyoshday balqib turardi. Uni ko'rishim bilanoq uning oyoqlari ostiga jonsiz kabi yiqildim. U esa
o'ng qo'lini ustimga qo'yib shunday dedi: Qo'rqma. Men avvaliyu oxiridirman. Tirikman. O'lgan edim va mana abadul abad tirikman. Amin. O'lim va tamuq ochqichlari mendadir. Shunday qilib, nimalar ko'rding, nimalar bo'lyapti, bundan so'ng nimalar yuz beradi, hammasini yozib bor. O'ng qo'limda sen ko'rgan 7 yulduz va 7 oltin shamdon siriga kelsak, 7 yulduz 7 jamoatning farishtalari, 7 shamdon esa 7 jamoatdir. Ikkinchi bob. Efesdagi jamoatning farishtasiga yoz. 7 yulduzni o'ng qo'lida tutguvchi, 7 ta oltin shamdon orasida yuruvchi shunday deydi: Sening ishlaring, mehnating, sabr toqatingni bilaman. Buzuq odamlarni ko'tara olmasligingni ham bilaman. Havoriy bo'lmagan holda o'zlarini havoriy deb aytganlarni sinading va yolg'onini fosh qilding. Ha, sabr toqating bor. Mening nomim uchun ko'pni boshdan kechirding va charchamading. Biroq senga bir e'tirozim borki, sen ilk muhabbatingdan ayniding. Endi qayerdan tushganingni esla. Tavba qil va avvalgi ishlaringni qilib yur. Aks holda tavba qilmasang, qo'qqisdan sening yoningga kelib, shamdoningni joyidan siljitib yuboraman. Lekin sendagi yaxshi fazilat shuki, sen Nikolaychilarning ishlaridan nafratlanasan. Men ham ulardan nafratlanaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. G'olibga Xudoning jannatidagi hayot daraxti mevasidan yeyishni ehson etaman. İzmirdagi jamoatning farishtasiga yoz. O'lgan bo'lib tirilib kelgan birinchi va oxirgi shunday deydi: Sening ishlaring, qayg'ularing, kambag'alligingni bilaman. Ammo holbuki sen boysan. O'zlarini Yahudi deganlarning haqoratlarini ham bilaman. Ular Yahudi emas, balki shayton yig'inidirlar. Boshga tushadigan azob uqubatlardan hech qo'rqma. Mana iblis sizlarni sinash uchun orangizdan ba'zilarini olib zindonga tashlaydi. 10 kungacha azob chekasizlar. O'limgacha sodiq qol. Shunda men senga hayot tojini beraman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. G'olib kelgan ikkinchi o'limdan hech bir zarar ko'rmaydi. Pergamdagi jamoatning farishtasiga yoz. O'tkir dudama qilich sohibi shunday deydi: Sening ishlaringni bilaman. Shaytonning taxti bo'lgan joyda yashayotganingni bilaman. Mening nomimga ixlos qo'yding. Hatto orangizdagi sodiq shohidim Antipa shayton o'tirgan yerda shahid bo'lgan kunlarda ham sen menga bo'lgan iymoningdan qaytmading. Lekin senga biroz e'tirozim bor. Orangizda Bal'om ta'limotini tutuvchilar bor. Bal'om Isroil o'g'illarini yo'ldan urish uchun Baloqni tashviq qilgan edi. Baloq esa ularni butga qurbon qilingan go'sht yeyishga va zinokorlik qilishga unatdi. Shuningdek, sening ichingda Nikolaychilar ta'limotini tutuvchilar ham bor. Endi tavba qil. Aks holda men zudlik bilan oldinga borib, o'z og'zimdagi qilich bilan o'sha gunohkorlarga qarshi jang qilaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. G'olibga sirli manna va bir oq tosh beraman. Bu toshning ustiga yangi bir ism yozilganki, uni toshni olgan kishidan boshqa hech kim bilmaydi. Tiatiradagi jamoatning farishtasiga yoz. Ko'zlari otash alangasiday chaqnoq va oyoqlari yaltiroq misday porloq Xudoning o'g'li shunday deydi: Sening ishlaring, sevging,
iymoning, fidoyiliging va sabringni bilaman. Oxirgi ishlaring avvalgisidan ko'proq ekanini ham bilaman. Lekin senga bir e'tirozim bor. Izavel degan xotinga yo'l qo'yibsan. U o'zini payg'ambar deb qullarimga zinokorlik etishni va butga qurbon qilingan narsani yeyishni targ'ib qilib, ularni to'g'ri yo'ldan ozdirmoqda. Tavba qilishi uchun unga muhlat berdim. Ammo u zinokorligidan tavba qilmoqchi emas. Mana, men uni xastalik to'shagiga yotqizaman. U bilan birga zino qilganlarni ham bordi-yu qilmishlaridan tavba qilmasalar, buyuk kulfatga duchor qilaman. Uning farzandlariga o'lim urug'ini yog'diraman. Shunda butun jamoatlar men ko'ngil va qalblarni sinab ko'rguvchi ekanimni bilib oladilar. Orangizdagi har bir kishini o'z qilmishiga yarasha taqdirlayman. Teatirada qolgan va bu ta'limotga ergashmagan, go'yo shaytonning teranliklari deyilgan sirlarga bosh suqmagan boshqalarning hammasiga aytaman. Sizlarga boshqa og'irlik solmayman. Faqat men kelgunimga qadar sizda bor bo'lganni qattiq ushlanglar. G'olib kelgan va oxirigacha mening ishlarimga ergashganga xalqlar ustidan hukmronlik qilishni ato etaman. Bu iqtidorni menga otam ato qilgan. Men esa uni shogirdimga ato etaman. U temir tayoq ila xalqlarga cho'ponlik qiladi. Ular esa sopol idish singari sinib ketadi. Unga tong yulduzini ham ato qilaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. 3-bob. Sardisdagi jamoatning farishtasiga yoz. Xudoning 7 ruhiga va 7 yulduzga molik shunday deydi. Sening ishlaringni bilaman. Sening go'yo tirik degan noming bor, ammo o'liksan. Bedor bo'l. O'lishga yuz tutmagan nimang qolgan bo'lsa, tuzatib qo'y. Sening ishlaring Xudoyim oldida tugal emasligini aniqladim. Nima eshitgan va qabul qilgan bo'lsang, eslab amalga oshir va tavba qil. Agar bedor bo'lmasang, men o'g'riday bosib kelaman. Sen esa qaysi soatda seni bosib olishimni bilmaysan. Biroq Sardisda o'z kiyimlarini bulg'atmagan bir necha odamlaring bor. Ular men bilan birga oq kiyimda yuradilar. Ular bunga loyiqdir. Kimki g'olib kelsa, shunday oq kiyim kiyadi. Men uning nomini hayot kitobidan o'chirmayman. Otam Xudo va uning farishtalari oldida uning nomini tan olaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. Filadelfiyadagi jamoatning farishtasiga yoz. Muqaddas va haq, Davudning kalitiga molik, ochganini hech kim bekita olmaydigan, bekitganini esa hech kim ocha olmaydigan zot shunday deydi. Sening ishlaringni bilaman. Mana, oldingdagi eshikni ochdim. Uni hech kim bekita olmaydi. Senda kuch ko'p emas, ammo mening so'zimni saqlading. Nomimni inkor etmading. Mana, shayton yig'inidan bo'lganlarni men nima qilarkanman? Ular o'zlarini yolg'ondan Yahudi deydilar, ammo Yahudi emaslar. Men ularni shunday ko'yga solamanki, kelib sening oyog'ingga sajda qiladilar. Men seni naqadar sevganimni bilib oladilar. Sen mening sabr qilish haqidagi amrimni bajo keltirding. Shuning uchun men yer yuzi bo'ylab yashovchilarni sinash uchun yuboriladigan vasvasa soatidan seni asrayman. Men tezda kelaman. Qo'lingda nimang bo'lsa, mahkam tut. Zinhor biror kimsa tojingni tortib olmasin. G'olibni men Xudoyimning ma'badida sutun qilaman. U boshqa u yerdan chiqmaydi. Uning peshonasiga Xudoyimning nomini, shuningdek Xudoyim oldidan osmondan tushadigan Xudoyimning shahri, yangi Quddusning nomini va o'zimning yangi nomimni ham yozaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini
qulog'i bor kishi eshitsin. Laodikiyadagi jamoatning farishtasiga yoz. Amin. Ishonchli va haqiqiy shohid, Xudo yaratganlarining boshlig'i shunday deydi: Sening ishlaringni bilaman. Sen na sovuq va na issiqsan. O qani edi yo sovuq yo issiq bo'lsang. Sen issiq ham, sovuq ham emas, balki iliq bo'lganing uchun seni og'zimdan chiqarib yuboraman. Sen boyman, boyib ketdim, hech narsadan kam ko'stim yo'q deysan-u, ammo ayanchli, achinarli, qashshoq, ko'r va yalang'och ekanligingni bilmaysan. Senga maslahat beraman. Boyishing uchun mendan o'tda toblangan oltin, yalang'ochlik aybing ko'rinmasligi uchun oq kiyim, ko'rishing uchun ko'zga surtadigan malham sotib ol. Men kimni sevsam, uning gunohini fosh qilaman va adabini beraman. Shunday ekan, g'ayratga kel va tavba qil. Mana, men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz. G'olibga o'zim bilan birga taxtimda o'tirishni ato etaman. Chunki men ham g'olib kelib, otam bilan birga uning taxtida o'tirdim. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. 4-bob. Shundan keyin bir qaragan edim, osmonda lang ochiq bir eshikni ko'rdim. Ilgari men bilan gaplashgan karnay sadosiga o'xshash o'sha ovoz yana eshitildi. Bu yoqqa chiq. Bundan keyin nima yuz berishini senga ko'rsataman. Shu payt men ilohiy ruhning ta'sirida qoldim. Bir qarasam, osmonda bir taxt, arshi a'lo turar. Unda bir siymo o'tirar edi. O'tirgan siymo olmos va lalga o'xshash yaltiroq edi. Arshi a'lo atrofida zumradnamo kamalak bor edi. Tevarakda yana 24 ta taxt turar. Bu taxtlarda boshlarda oltin toj va oq kiyim kiygan 24 nafar oq soqol o'tirar edi. Arshi a'lodan chaqmoq chaqib, momaqaldiroqning guldiragan ovozi kelardi. Arshi a'lo oldida Xudoning 7 ruhi bo'lgan 7 ta mash'al yonib turardi. Arshi a'loning old qismida oynaga o'xshagan billurday dengiz bor edi. Arshi a'loning o'rta qismi va atroflarida 4 ta jondor turar edi. Ularning oldi va orqasi ko'zlar bilan qoplangan edi. Birinchi jondor arslonga, ikkinchisi buzoqqa o'xshar edi. Uchinchi jondorning yuzi odamsimon, to'rtinchisi esa uchayotgan burgutga o'xshar edi. Bu 4 jondorning har birining 6 ta qanoti bor edi. Ular ichin tashin har taraflama ko'zlar bilan qoplangan edi. Kechasi yu kunduzi ular tinmay shu so'zlarni takrorlaydi. Azaldan bor bo'lgan, hozir bor. Kelajakda ham bor bo'lgusi. Sarvari koinot, Tangri Taolo muqaddas, muqaddas, muqaddasdir. Jondorlar arshi a'loda o'tirgan to abad barhayot siymoga izzat ikrom va shukronalar qilishi bilan 24 nafar oqsoqol taxtdagi to abad barhayot siymo oldida yerga yaslanib, sajda qilib, tojlarini taxt oldiga tashlab shunday deydilar: Yo Rabbimiz, yo Xudoyimiz, sen shon shuhrat, izzat ikrom, kuch qudratni egallashga loyiqsan. Zero sen
butun borliqni yaratding. Hamma narsa sening irodang ila vujudga keldi. 5-bob. Arshi a'loda o'tirgan Simoning o'ng qo'lida ichi ham, tashi ham yozuvdan iborat 7 ta muhr bilan muhrlangan bir kitob ko'rdim. Kuchli bir farishta baland ovoz bilan Kitobni ochishga va uning muhrlarini yechishga kim loyiq? deya e'lon qilayotganini ko'rdim. Biroq na osmonda, na yer yuzida, na yer ostida kitobni ocha oladigan yoki ichiga nazar sola oladigan biror kimsa yo'q edi. Kitobni ochib o'qishga yoki hatto ichiga nazar solishga ham loyiq biror kimsa topilmaganligidan men ko'p yig'ladim. Shunda oqsoqollardan biri menga Yig'lama, dedi. mana Yahudo qabilasidan bo'lgan Arslon, Davud zotidan bo'lgan g'olib kitobni ochib 7 muhrni yechishga qodir. 4 jondor va oqsoqollar qurshab olgan arshi a'loning o'rtasida bo'g'izlangan kabi bir qo'zi turganini ko'rdim. Qo'zining 7 shoxi va 7 ko'zi bor edi. Bular Xudoning yer yuziga yuborgan 7 ruhidir. Qo'zi kelib, arshi a'loda o'tirgan Simoning o'ng qo'lidan kitobni oldi. U kitobni olganda 4 jondor va 24 oqsoqol qo'zining oldida yerga yuztuban yiqilishdi. Har birining qo'lida bir chang va xushbo'y tutatqilarga to'la oltin kosalar bor edi. Xushbo'y tutatqilar azizlarning duoyu ibodatlari demakdir. Ular quyidagicha yangi qo'shiq aytishar edi. Sen kitobni olishga, uning muhrlarini yechishga loyiqsan. Chunki sen bo'g'izlangan eding. O'z qoning evaziga har bir qabila, dil, xalq va millatdan Xudo uchun odamlarni qo'lga kiritding. Bizni Xudoyimizga shohlar va ruhoniylar qilding. Bizlar yer yuzida hukm surajakmiz. Keyin arshi a'lo jondorlar va oqsoqollarning atrofida ko'p farishtalarni ko'rdim. Ularning ovozlarini eshitdim. Ularning sanog'iga yetib bo'lmas, ming-minglab, lak-lak edilar. Ular baland ovoz bilan derdilar: Bo'g'izlangan qo'zi, kuch-qudrat, boylik, donishmandlik, saltanat, shuhrat va shavkat hamd va sanolarga sazovordir. Ko'kda yu yerdagi, yer ostidagi, dengiz yuzidagi va ichidagi har bir maxluqot, har bir mavjudotning shunday deganini eshitdim. Arshi a'loda o'tirgan Xudo va qo'zi abadul abad hamd va sanolar, shon shuhratlar, izzat ikrom va saltanatga sazovordir. 4 jondor Amin dedilar. 24 oqsoqol esa 100 tuban yiqilib, ilalabad barhayot bo'lganga sajda qildilar. 6-bob. Keyin men qo'zining 7 muhrdan birini buzganini ko'rdim. O'sha paytda 4 jondordan biri momaqaldiroqqa o'xshash ovoz bilan Qaragin deganini eshitdim. Men bir qarasam, bir oq otni, ustida kamalagi bor suvorini ko'rdim. Unga bir toj berildi. U g'oliblarcha yo'lga otlandi, yana g'alaba qozonishga chiqdi. Qo'zi 2-chi muhrni buzganda, 2-chi jondor chiqib qaragin deganini eshitdim. Shu payt boshqa jiron ot chiqib qoldi. Otliqqa katta qilich, insonlar bir-birini zolimlarcha o'ldirishi uchun dunyodan tinchlikni olish qudrati berildi.
qo'zi 3-muhrni buzganda 3-jondor Chiqib qaragin. deganini eshitdim. Bir qarasam, qora bir ot chiqayotganini ko'rdim. Otliqning qo'lida tarozi bor edi. Men 4 jondorning orasidan shunday bir ovoz eshitganday bo'ldim. Bir tog'ora bug'doy 1 kumush tangaga, 3 tog'ora arpa 1 kumush tangaga. Ammo zaytun yog'i va sharobga zarar yetkazma. Qo'zi 4-muhrni buzganda Chiqib qaragin. degan 4-jondorning ovozini eshitdim. Bir qarasam, bir saman ot chiqayotgan ekan. Otga mingan suvorining nomi O'lim edi. Tamuq uning ketidan kelayotgan edi. Ularga qilich bilan qahatchilik va o'lat bilan yerning vahshiy hayvonlari bilan odamlarni qirish uchun yerning 4dan 1 qismi ustidan hokimlik berildi. Qo'zi 5-muhrni buzganda Xudoning kalomi va bergan shahodatlari tufayli shahid bo'lganlarning jonlarini qurbongoh poyasida ko'rdim. Baland ovoz bilan faryod qilib shunday derdilar: Ey muqaddas va haqqoniy hukmdor, qachongacha hukm etmay va dunyoda yashayotganlardan qonimizning intiqomini olmay turasan? Ularning har biriga oq libos berildi. O'zlari kabi o'ldiriladigan hamkor va birodarlari soni to'lmagunga qadar qisqa bir muddat tinch qolishlari ularga aytildi. Qo'zi 6-muhrni buzganda qarasam, buyuk zilzila bo'layotganini ko'rdim. Quyosh xuddi qora xirqaga burkangandek qorong'ilashdi. Oy esa laxta qonga aylandi. Kuchli shamol anjir daraxtini silkitganda xom anjirlar yerga qanday to'kilsa, osmondagi yulduzlar ham xuddi shunday yer yuziga to'kildi. Osmon daftarday o'ralib, yo'qolib ketdi. Har bir tog' va orol joyidan siljidi. Dunyoning shohlari yu mansabdorlari, boylari, mingboshilari, zo'ravonlari, erkin u tutqunlar bari g'orlarga va tog'larning qoyalari orasiga yashirindilar. Ular tog' u qoyalarga: ustimizga qulang, taxtda o'tirgan Simodan va qo'zining g'azabidan bizni asrang. Uning buyuk qahr g'azab kuni keldi-ku, unga kim bardosh bera oladi? deb yolvorar edilar. 7-bob. Shundan keyin yer yuzining 4 burchagida turgan 4 nafar farishtani ko'rdim. Yel esib, yerga ham, dengizga ham, biron daraxtga ham tegmasin deb ular yer yuzining 4 shamolini ushlab turar edilar. So'ngra men barhayot Xudoning muhrini ushlab turgan kunchiqardan chiqayotgan boshqa bir farishtani ko'rdim. U yerga va dengizga zarar yetkazish uchun qudrat olgan 4 ta farishtaga baland ovoz bilan xitob qildi. Xudoyimizning qullari peshanalariga muhr bosmagunimizcha na yerga, na dengizga, na daraxtlarga biron zarar yetkazmanglar. Men muhrlangan kishilarning sonini eshitdim. Bani Isroil qabilalarining barchasidan 144 ming kishi muhrlangan edi. Yahudo qabilasidan 12 ming kishi muhrlangan edi. Ruben qabilasidan 12 ming, Gad qabilasidan 12 ming, Asher qabilasidan 12 ming, Naftali qabilasidan 12 ming, Manashe qabilasidan 12 ming, Shimon qabilasidan 12 ming, Levi qabilasidan 12 ming, Isahor qabilasidan 12 ming, Zavulun qabilasidan 12 ming,
Yusuf qabilasidan 12 ming, Benyamin qabilasidan 12 ming kishi muhrlangan edi. Shundan keyin qarasam, har xil millatdan, barcha qabilalar, xalqlar va tillardan bo'lgan, uning hisobiga yetib bo'lmaydigan darajada ulkan bir olomon arshi a'lo oldida, qo'zining huzurida turardi. Hammasi oq libos kiyib, qo'llarida xurmo novdasini tutar edilar. Ular baland ovoz bilan najotkorlik taxtda o'tirgan Xudoyimizga va qo'ziga xosdir deb xitob qilishar edi. Hamma farishtalar taxt, oqsoqollar va 4 jondorning atrofida turar edilar. Taxtning oldida o'zlarini yuz tuban yerga tashlab, Xudoga sajda qilib, bunday aytishar edi. Amin. Hamd va sanolar, shon shuhrat, donishmandlik, shukrona yu sharaflar, qudrat va saltanat abadul abad bizning Xudoyimizga xosdir. Amin. Oqsoqollardan biri gap boshlab mendan so'radi. Oq libos kiygan bu odamlar kim? Ular qayerdan kelganlar? Ey taqsir, buni siz bilasiz, dedim men. U menga shunday aytdi. Bular buyuk qayg'udan o'tib chiqqanlar. Liboslarini yuvib, qo'zining qoni bilan oqartirganlar. Shuning uchun ular Xudoning taxti oldida turadilar va uning ma'badida kecha-kunduz xizmat qiladilar. Taxtda o'tirgan esa chodirini ularning ustiga quradi. Ular boshqa och qolmaydilar ham, chanqamaydilar ham. Endi na quyosh, na biron bir jazirama ularni qizitmaydi. Chunki taxt o'rtasidagi qo'zi ularni boqadi, ob hayot buloqlariga olib boradi. Xudo ularning ko'z yoshlarini butunlay artib yuboradi. 8-bob. Qo'zi 7-muhrni buzganda osmon yarim soatcha sukunatda qoldi. Men Xudoning huzurida turgan 7 farishtani ko'rdim. Ularga 7 ta karnay berildi. Boshqa bir farishta kelib, qurbongohning oldida turdi. Uning qo'lida xushbo'y tutatqilar tutatishga moslangan oltin idish bor edi. Arshi a'lo oldidagi oltin qurbongoh ustida bag'ishlasin deb, barcha azizlarning ibodatlari bilan qorishtirish uchun unga ko'p xushbo'y tutatqilar berildi. Azizlarning ibodatlari bilan tutatqilarning tutuni farishtaning qo'lidan Xudoning oldiga ko'tarildi. Farishta tutatqi tutatayotgan idishni oldi-yu, uni qurbongohdagi otash bilan to'ldirib, yer yuziga uloqtirib yubordi. O'shanda gulduros sadolari yangrab, yashinlar chaqnab, zilzila boshlandi. Keyin qo'llarida 7 karnay tutgan 7 farishta karnay chalishga chog'landilar. Birinchi farishta karnay chaldi. Qon aralash do'l va otash paydo bo'ldi va yer yuziga yog'dirildi. Yerning 3dan biri, daraxtlarning 3dan biri va butun o't o'lanlar yonib ketdi. Ikkinchi farishta karnay chaldi. Xuddi lovullab yonayotgan katta tog' dengizning ichiga otilganday bo'ldi va dengizning 3dan biri qonga aylandi. Dengizdagi jonli mahluqlarning 3dan 1 qismi o'ldi va kemalarning 3dan 1 qismi nobud bo'ldi. Uchinchi farishta karnay chaldi. Osmondan mash'al bo'lib yonayotgan ulkan bir yulduz daryolarning 3dan 1iga, shuningdek suv buloqlariga tushdi. Bu yulduzning oti Erman edi. Suvlarning 3dan 1 qismi Ermanga aylandi.
shunday tahirlashib ketgan suvdan ichib ko'p odamlar o'ldi. 4-chi farishta karnay chaldi. Quyoshning 3dan biri, oyning 3dan biri va yulduzlarning 3dan biri zararlandi. Natijada ularning 3dan 1 qismi qorong'ilashdi. Kunduzning ham, tunning ham 3dan 1 qismi yorug'siz qoldi. Keyin qarasam, osmonning o'rtasida uchib borayotgan bir burgut baland ovoz bilan shunday deganini eshitdim. Karnaylarni chaladigan boshqa 3 ta farishtaning karnay sadosidan yer yuzida yashayotganlarning holiga voy, voy, voy. 9-chi bob. 5-chi farishta karnay chaldi. Osmondan yerga tushgan bir yulduzni ko'rdim. Unga tubsizlik qa'rining kaliti berilgan edi. U tubsizlik qa'rining qulfini ochdi. Tubsizlik qa'ridan katta o'choqdan o'rlayotgan dudga o'xshash tutunlar chiqdi. Tubsizlik qa'ridan o'rlayotgan tutundan quyosh va havo qorong'ilashib ketdi. Tutundan chigirtkalar chiqib yer yuziga tarqaldi. Ularga yer yuzidagi chayonlarning kuchiga o'xshash bir kuch berilgan edi. Chigirtkalarga yer yuzidagi o't o'lanlarga ham, bironta ko'kalamzor yoki daraxtga ham tegmanglar. Faqat peshonalarida Xudoning mukri bo'lmagan odamlargagina zarar yetkazinglar deb buyurildi. Chigirtkalarga odamlarni o'ldirishga emas, faqat ularga 5 oy azob berishga ruxsat etildi. Ular bergan azob esa chayon insonni chaqqandagi azobday edi. Bu hodisa sodir bo'ladigan kunlarda insonlar o'limni izlaydilar, ammo uni topa olmaydilar. O'limni istab qoladilar, ammo o'lim ulardan qochadi. Chigirtkalarning ko'rinishi jangga shaylangan otlarga o'xshar edi. Ularning boshida oltin tojga o'xshash buyumlar bor. Yuzlari esa odamsimon edi. Sochlari ayollar sochiga, tishlari esa arslon tishiga o'xshar edi. Ko'kraklari xuddi temir zirhday. Qanotlarining tovushi esa urushga yelib borayotgan tumonat otlar u jang aravalarining tovushini eslatar edi. Chayonlarga o'xshash dumlari va nishlari bor edi. insonlarga 5 oy zarar yetkazish uchun olgan qudratlari o'sha dumlarida edi. Ularning ustida tubsizlik qarining farishtasi hukmronlik qiladi. Bu farishtaning oti Yahudiycha Abaddun, Yunoncha Apollyon demakdir. Birinchi voy o'tdi. Mana bundan keyin yana 2 ta voy bor. 6-chi farishta karnay chaldi. Xudo huzuridagi oltin qurbongohning 4 ta shoxi tomondan bir ovoz eshitdim. Bu ovoz qo'lida karnay bo'lgan 6-chi farishtaga Buyuk Firot daryosi bo'yida bog'lab qo'yilgan 4 farishtani yechib yubor dedi. İnsanlarning 3dan birini o'ldirsin deb o'sha soat, o'sha kun, o'sha oy va o'sha yil uchun hozir turgan 4 ta farishta bo'shatib yuborildi. Otliq qo'shinlar soni 200 million edi. Men ularning sonini eshitdim. Men vahiyda otlar bilan suvoriylarni bunday holatda ko'rdim. Ularning olov, lojuvard va oltin gugurt rangli zirhlari bor edi. Otlarning boshi arslon boshiga o'xshar, og'zilaridan olov, tutun va oltin gugurt chiqib turar edi. İnsoniyatning 3dan biri bu 3 balodan, otlar og'zidan chiqayotgan olov, tutun va oltin gugurtdan o'ldi. Chunki otlarning kuchi
og'zi va dumlaridadir. Dumlarida ilonga o'xshagan boshlari bor. Bu boshlari bilan zarar yetkazadilar. Bu balolardan omon qolgan insonlar esa o'z qilmishlaridan tavba qilmadilar. Jinlarga bosh egishdan, ko'rolmaydigan, eshitolmaydigan, yurolmaydigan oltin, kumush, mis, tosh va yog'och butlarga sajda qilishdan voz kechmadilar. O'zlarining qotillik, jodugarlik, zinokorlik va o'g'irliklaridan ham tavba qilmadilar. 10-bob. Men osmondan tushayotgan bulutga burkangan kuchli boshqa bir farishtani ham ko'rdim. Uning boshi uzra kamalak bor edi. Yuzi quyoshday yaltirar, oyoqlari olov ustunlariday lovullab turar edi. Uning qo'lida ochilgan bir kitobcha bor edi. U o'ng oyog'ini dengiz ustiga, chap oyog'ini esa yer yuziga qo'yganicha arslon bo'kirganday kuchli ovoz bilan hayqirdi. U hayqirgan mahalda 7 ta momaqaldiroq ham o'z tovushlari bilan gapga kirdi. 7 ta momaqaldiroq o'zicha gapira boshlaganda men yozmoqchi bo'ldim, lekin osmondan 7 ta momaqaldiroqning gaplarini yozma, muhrlab sir saqla degan tovush eshitdim. Dengiz va yer yuzida turgan men ko'rgan farishta o'ng qo'lini osmonga ko'tardi. Osmon va undagi borliqni, yer va ustidagi borliqni, dengiz va ichidagi borliqni yaratgan abadul abad barhayot bo'lgan Parvardigor haqqi qasam ichib farishta dedi: Endi muhlat uzaymaydi. Mana 7-chi farishta karnay chalib ovoz beradigan kunlarda Xudo o'z qullari payg'ambarlarga ma'lum qilgan o'zining sirli murod maqsadini butkul amalga oshirgay. Osmondan eshitilgan ovoz menga yana gapirib, bor. Dengiz va yer ustida turgan farishtaning qo'lidagi ochiq kitobchani ol dedi. Men farishtaning yoniga borib, kitobchani menga bergil dedim. Farishta menga, kitobchani olib uni yegin. Qorningda bir tahirlik hosil qiladi. Ammo og'zing asalday shirin bo'ladi dedi. Men kitobchani farishtaning qo'lidan olib yedim. Og'zim asaldek shirin bo'ldi. Ammo uni yeganimdan keyin qornim achishib ketdi. So'ngra farishta menga, sen yana ko'p xalqlar, millatlar, tillar va podshohlar haqida bashorat qilishing kerak dedi. 11-bob. Menga hassaga o'xshash bir qamish berilib, shunday deyildi: Tur. Xudoning ma'badini va qurbongohni o'lchab chiq. Unda sajda qiluvchilarni sanab chiq. Lekin ma'badning tashqarisidagi hovlini qoldir. Uni o'lchama. Chunki u yer majusiylarga berilgan. Ular Tabarruk shaharni 42 oy oyoq osti qiladilar. Men 2 shohidimga qudrat beraman. Ular jul kiygan holda 1260 kun payg'ambarlik qiladilar. Bular dunyoning Rabbi oldida turajak 2 ta zaytun daraxti va 2 ta mash'aldir. Agar kim ularga ozor bermoqchi bo'lsa, og'izlaridan o't chiqib, dushmanlarini yeb bitiradi. Ularga ozor berishni istagan shunday o'ldirilishi kerak. Ular payg'ambarlik qiladigan kunlarda yerga yomg'ir yog'masin deb ko'k yuzini bog'lash qudratiga egadirlar. Ular suvni qonga aylantirish va yer yuzini istagan vaqtida turli balo-yu ofatlarga yo'liqtirish qudratiga egadir. Ular shahodat berib bo'lgandan keyin tubsizlik qa'ridan chiqqan vahshiy hayvon ular bilan jang qiladi, ularni yengadi va o'ldiradi. Ularning jasadlari
buyuk shaharning maydoniga tashlanib qoladi. Bizning Rabbimiz ham o'sha shaharda xochga mixlangan edi. Uning ramziy nomi Sadom va Misrdir. Barcha xalqlardan, qabilalardan, turli til va millatlardan bo'lgan odamlar 3,5 kun ularning jasadlariga ko'z olaytirib dafn etishga ruxsat berishmaydi. Yer yuzida yashayotganlar bundan sevinib, xursandchilik qilishadi va bir-birlariga hadyalar yuborishadi. Chunki ikkala payg'ambar yer yuzida yashovchilarga ko'p azob bergan edilar. 3,5 kundan keyin ikki payg'ambarning vujudiga Xudodan hayot ruhi kirdi va ular oyoqqa turdilar. Ularni ko'rganlarga qattiq dahshat tushdi. Ikki payg'ambar samodan kelgan baland bir ovozning "Bu yoqqa chiqinglar" deganini eshitiboq, dushmanlarning ko'z o'ngida bulut ichida osmonga ko'tarilishdi. O'sha zahoti shiddatli bir zilzila yuz berdi va shaharning 10dan 1 qismi quladi. Zilzilada 7000 kishi nobud bo'ldi. Qolganlari esa dahshatda qolib, samodagi Xudoga hamd va sano aytishdi. Ikkinchi voy o'tdi. Mana uchinchi voy tez yaqinlashyapti. 7-chi farishta karnay chaldi. Osmonda baland ovozlar yangradi. Bu dunyoning hukmronligi Xudovandimizga va uning Masihiga o'tdi endi. U abadul abad hukmronlik qiladi. So'ng Xudoning huzurida taxtlarda o'tirgan 24 nafar oqsoqol 100 tuban yerga tashlandilar va Xudoga sajda qilib dedilar: Yo Rabbiy, Tangri Taolo, har narsaga qodir sarvari koinot, hozir borsan, ilgari bo'lgansan, kelajakda ham bor bo'lajaksan. Biz senga shukrlar qilamiz. Sen buyuk qudratingni amalga oshirib, shoh o'rnini egallading. El u xalqlar g'azablanganida, sen ham g'azabga minding. Ana, o'liklarni hukm qilish vaqt soati keldi. Qullaring, payg'ambarlar va azizlaring hamda sendan qo'rqqan katta-yu kichiklarni o'z qilmishlariga yarasha taqdirlash vaqt soati keldi. Yer yuzini xarob qiluvchilarni xarob qilish vaqt soati keldi. Keyin Xudoning osmondagi ma'badi ochildi. Ma'badda uning ahd sandig'i ko'rindi. O'shanda chaqmoq chaqib, momaqaldiroq sadolari yangradi. Zilzila boshlandi. Shiddatli do'l yog'di. 12-chi bob. Osmonda ajoyib bir alomat, quyoshga burkangan bir ayol paydo bo'ldi. Uning oyoqlari ostida oy va boshida 12 yulduzli toj bor edi. Ayol homilador bo'lib, uni to'lg'oq tutar, dard bilan baqirar edi. So'ngra osmonda boshqa bir alomat ko'rindi. 7 boshli, 10 ta shoxli, 7 boshiga 7 toj kiygan ulkan qizil ajdaho paydo bo'ldi. U dumi bilan osmondagi yulduzlarning 3dan 1ni sidirib yerga uloqtirdi. Keyin ajdaho tug'ayotgan ayolning chaqalog'ini yutib yuborish uchun uning oldida kutib turdi. Ayol o'g'il tug'di. O'g'lon Xudoning huzuriga, arshi a'loga keltirildi. Chunki u barcha xalqlarni temir hassa bilan boqishi kerak. Ayol esa cho'l tomon, Xudo maxsus hozirlagan joyga qochib ketdi. U yerda u 1260 kun boqilishi lozim. Osmonda jang bo'ldi. Mikail va uning farishtalari ajdahoga qarshi urushdilar. Ajdaho ham o'zining farishtalari bilan urushga tushdi. Ammo ajdaho g'olib kelmadi. Osmonda ularga boshqa joy qolmadi. Ulkan ajdaho
iblis va shayton deb atalgan butun dunyoni aldab yo'ldan ozdirayotgan o'sha almisoq ilon o'z farishtalari bilan birga yer yuziga otildi. O'shanda samodan baland ovoz bilan aytilgan bu so'zlarni eshitdim. Endi Xudoyimiz najotkorligi, qudrati, saltanati hamda uning masihi hukmronligi o'rnatildi. Endi birodarlarimizning tuhmatchisi, Xudoyimiz huzurida ularga kecha kunduz tuhmat qilayotgan iblis tashqariga otildi. Ular qo'zining qoni sharofati bilan va o'zlarining shahodat kalomi bilan uni yengdilar. Ular o'z jonlarini to o'lguncha sevmagan edilar. Shodlaning ey osmon va falak va unda yashovchilar, ammo yer va dengizning holiga voy. Zero iblis vaqt oz qolganini bilib, mudhish qahr va g'azab ila sizni oldingizga tushdi. Ajdaho o'zining yer yuziga otilganini ko'rgach, o'g'il bola tuqqan ayolni ta'qib qila boshladi. Ayol ilon oldidan cho'l tomon qochib ketdi. O'z joyiga uchib borishi uchun unga katta burgutning 2 qanoti berildi. O'sha yerda u 3,5 yil boqilishi lozim. Ilon esa uni sel olib ketsin deb ayolning ketidan quvib, og'zidan daryoday suv to'kdi. Ammo yer xotinga yordam berdi. Yer og'zini ochib, ajdaho quyib yuborgan daryoni yutib yubordi. Ajdaho ayolga qarshi darg'azab bo'ldi. U ayol naslidan omon qolganlar bilan, ya'ni Xudoning amrini saqlagan va Iso Masihning shahodatiga sodiq qolganlar bilan jang qilgani chiqdi. 13-bob. Men dengiz sohilidagi qumloq ustida turgan edim. To'satdan 7 boshli, 10 ta shoxli bir hayvon dengizdan chiqayotganini ko'rib qoldim. Shoxlarida 10 ta toj bor edi. Boshlarida esa kufrona nomlar yozilgan edi. Men ko'rgan hayvon qoplonga o'xshar edi. Oyoqlari ayiqning oyog'iga, og'zi esa arslonning og'ziga o'xshar edi. Ajdaho unga o'z qudrati, taxti va buyuk iqtidorini berdi. Men hayvonning boshlaridan birini o'lar holatda yaralangan taxtlikda ko'rdim. U o'lay deganda yarasi sog'ayib qoldi. Shunda butun jahon hayvonning ketidan baqrayib, dong qotib qoldi. Hayvonga bunday iqtidor bergan ajdahoga sajda qilishdi. Odamlar, bu hayvonga o'xshagan yana kim bor ekan? U bilan kim urusha olar ekan? deb hayvonga ham sajda qilishdi. Hayvonga takabburona va kufrona so'zlar sochadigan og'iz berildi. U 42 oy davomida bu iqtidorini amalda ko'rsatdi. Xudoga qarshi kufr aytish, uning nomi va makoni hamda osmonda yashovchilarga qarshi kufrlar yog'dirish uchun hayvon og'zini ochdi. Unga Xudo azizlari bilan urushish hamda ularni yengishga ruxsat berildi. Unga har bir qabila, xalq, til va millat ustidan hokimlik qilish iqtidori berildi. Yer yuzida yashayotganlarning hammasi hayvonga sajda qilishadi. Faqat dunyo yaratilganidan beri bo'g'izlangan qo'zining hayot kitobiga ismi qayd bo'lganlar bundan istisnodir. Qulog'i bor kishi quloq solsin. Kimki asirlikka olib borsa, o'zi asirlikka tushar. Kimki qilishdan o'tkazsa, o'zi qilishdan o'tar. Bunda Xudo azizlarining sabr va iymoni darkor. Bundan so'ng men yerdan chiqayotgan boshqa bir hayvonni ko'rdim. Qo'zi kabi 2 ta shoxi bor edi va ajdaho kabi gapirardi.
u birinchi hayvonning butun iqtidori bilan uning oldida amal qilardi. Hayvon butun yer yuzini va unda yashovchilarni ular holatdagi yarasi sog'aygan birinchi hayvonga sajda qilishga majbur qildi. U insonlar oldida hatto osmondan yerga olov tushirishga qadar ajoyib mo'jizalar yaratdi. Birinchi hayvon oldida qilishi uchun unga berilgan mo'jizakorlik qudrati bilan u yer yuzida yashayotganlarni aldab yo'ldan ozdirdi. U odamlarga qilishdan yaralanib, biroq sog' qolgan birinchi hayvonning tasvirini qilishni buyurdi. Unga hayvonning tasviriga ruh kiritish uchun qudrat berildi. Hayvon tasviri tilga kirdi va o'ziga sajda qilmaganlarning hammasini o'ldirishni buyurdi. U hammaning, katta-yu kichikning, boy-u kambag'alning, erkin-u tutqunning o'ng qo'li yoki peshonasiga tamg'a bosilsin deb farmon chiqardi. Shunday qilib, kim hayvonning tamg'asi, ya'ni uning oti yoki otining soniga ega bo'lmasa, mutlaqo oldi sotdi qilolmas edi. Bunda hikmat bor. Aqli yetgan kishi hayvonning sonini hisoblab chiqsin, chunki bu son insonning sonidir. Uning soni 666 dir. 14-bob. Men qaradim-u, Siyon tog'ida qo'zi turganini ko'rdim. Qo'zi bilan birga peshonasida uning va otasining ismi yozilgan 144 ming kishi bor edi. Osmondan ko'p suvlarning shovshuviday, gumburlagan momaqaldiroq tovushiday bir tovush yangrar edi. Men eshitgan bu tovush xuddi chang chalayotgan cholg'uvchilar chiqaradigan sadoni eslatardi. O'sha 144 ming kishi arshi a'lo oldida, 4 ta jondor va oqsoqollar oldida yangi bir kuy kuylar edilar. Yer yuzidan sotib olingan bu 144 ming kishidan boshqa hech kim bu kuyni o'rgana olmas edi. Bular o'zlarini xotinlar bilan bulg'atmagan ma'sum kishilardir. Bular qo'zi qayoqqa ketsa, uning orqasidan ketgan kishilardir. Bular Xudo va qo'ziga to'ng'ich bo'lgudek insonlar orasidan sotib olinganlar. Ularning tilida yolg'on, makr yo'q. Xudoning taxti oldida ular benuqsondir. Shundan keyin osmon o'rtasidan uchib borayotgan boshqa bir farishtani ko'rdim. Bu farishta yer yuzida yashovchi har bir millat va qabilaga, har qanday til va xalqqa abadiy mujda keltirayotgan edi. U baland ovoz bilan shunday dedi: Xudodan qo'rqing, uni ulug'lang. Uning hukm qilish vaqti soati keldi. Yer ko'kni, dengizni, buloqlarni yaratganga sajda qilinglar. Keyin boshqa bir farishta uchib kelib shunday dedi: Vayron bo'ldi. Vayron bo'ldi buyuk Bobul shahri. U barcha xalqlarga ichirgan edi o'zining qaynoq fahshu zino sharobidan. So'ngra 3-chi farishta uchib kelib baland ovozda shunday dedi: Kimki hayvonga va uning tasviriga sajda qilib, peshonasi yoki qo'liga tamg'a qabul qilsa, u Xudoning qahr kosasida soflab tayyorlangan qaynoq g'azab sharobini ichadi-yu, muqaddas farishtalar va qo'zi oldida yonayotgan oltin gugurt ichida azob chekadi. Ular azobining dudi abadul abad burqirab turadi. Hayvon va uning tasviriga sajda qilib, hayvon nomli tamg'ani qabul qilganlar kecha-yu kunduz tinchlik ko'rmaydilar. Bunga Xudo amrini saqlagan
va Isoga sodiq qolgan azizlarning sabr toqati darkor. Shunda osmondan menga gapirayotgan bir ovozni eshitdim. Buni yozib ol. Bundan keyin Rabbimiz Iso ummati bo'lib dunyodan o'tganlar baxtlidir. Ha, deydi ruh. Ular o'z mehnatlaridan tinchsin. Ularning qilgan ishlari o'zlariga hamrohdir. Shundan keyin bir yorug' bulut ko'rdim. Bulut ustida inson o'g'liga o'xshagan siymo o'tiribdi. Uning boshida oltin toj va qo'lida o'tkir o'roq. Ma'baddan boshqa bir farishta chiqib, bulut ustida o'tirganga baland ovoz bilan shunday dedi: O'rog'ingni ishga solib o'r, chunki o'rim yig'im vaqti keldi. Mana yerning hosili yetildi. Bulut ustida o'tirgan o'rog'ini yerga tashladi. Yerning hosili ham o'rildi. Osmondagi ma'baddan boshqa bir farishta chiqdi. Uning ham o'tkir o'rog'i bor edi. Olovga hukmron yana boshqa bir farishta esa qurbongohdan chiqib keldi. U o'tkir o'roqli farishtaga shunday xitob qildi: O'tkir o'rog'ingni ishga sol. Yerdagi uzum boshlarini qirqib ol. Chunki yerda uzum pishib, shingil bo'ldi. Farishta o'rog'ini yerga tashladi. Yerdagi uzum boshlarini terib, Xudoning katta qahr-g'azab charxiga uloqtirdi. Charx shaharning tashqarisida ishga tushdi. Charxdan oqib chiqqan qon daryo bo'lib, 1600 o'q otimi yergacha bordi va otlarning yuganlarigacha chiqdi. 15-bob. Men osmonda odatdan tashqari ajoyib boshqa bir alomat ko'rdim. Qo'lida oxirgi 7 balo bor 7 farishta. Ana shu balolar bilan Xudoning g'azabi tamom bo'ladi. Men go'yo olov aralash oynadan yasalgan bir dengizni ham ko'rdim. Hayvonga, uning tasviri, tamg'asi hamda nomining soniga qarshi g'alaba qozonganlar Xudoning changlarini qo'lga olib, shu oyna dengizning ustida turgan edilar. Ular Xudo quli Musoning kuyini va qo'zining kuyini kuylab shunday derdilar: Ya Rabbi, Tangri Taolo, har narsaga qodir sarvari koinot. Sening ishlaring buyuk va ajoyibdir. Ey elu xalqlar podshohi, sening yo'llaring to'g'ri va haqdir. Ey Xudovondi Karim, kim cho'chimas ekan sendan? Kim ulug'lamas ekan ismingni? Zero yolg'iz o'zing muqaddassan. Jamiki ellar huzuringga kelib, senga bosh egib sajda qilganlar. Barchaga ayon bo'ldi odil hukmlaring. Shundan so'ng qaradim-u, samodagi ma'bad, ya'ni shahodat chodiri ochilganini ko'rdim. 7 baloga hokim 7 farishta toza va porloq zig'ir mato kiygan va ko'ksiga oltin kamarlar bog'lagan holda ma'baddan chiqdilar. 4 jondordan biri 7 farishtaga abadul abad barhayot Xudoning g'azabi bilan to'liq 7 ta oltin kosa berdi. Ma'bad Xudoning ulug'vorligi va qudratidan dud bilan to'lib ketdi. 7 farishtaning 7 balosi tamom bo'lmaguncha hech kim ma'badga kira olmadi. 16-bob. Bundan keyin ma'baddan 7 farishtaga: Boringlar, Xudoning g'azabi bilan to'lib toshgan 7 kosani yerga to'kinglar degan baland bir ovoz eshitdim. Birinchi farishta borib kosasini yerga to'kdi.
o'zida hayvonning tamg'asi bo'lgan va uning tasviriga sajda qilayotgan odamlarda og'ir, jirkanch, yiringli yaralar paydo bo'ldi. Ikkinchi farishta kosasini dengizga to'kdi. Dengiz o'likning qoniga o'xshash bir tus oldi va ichidagi butun jonivorlar o'ldi. Uchinchi farishta kosasini daryolarga va buloqlarga to'kdi. Bular ham qonga aylanib ketdi. Suvlar farishtasining shunday deganini eshitdim. Yo Rabbiy, sen barhaqsan. Hozir bor, azaldan bor u muqaddassan. Sening hukming odil hukm. Aziz muqaddaslar va payg'ambarlar qonini to'kkanlarga sen qon ichirding. Ular bunga loyiqdir. Qurbongoh ham tilga kirib shunday deganini eshitdim. Ha, Rabbiy, Tangri Taolo, har narsaga qodir sarvar koinot. Sening hukmlaring odil va haqqoniydir. To'rtinchi farishta o'z kosasini quyosh ustiga to'kdi. Quyoshga insonlarni o'tday yondirish qudrati berildi. Jazirama issiq insonlarni qizdirganda, ular bu ofatlarga hukmi o'tadigan Xudo sha'niga hamdu sanolar emas, haqoratlar yog'dirdilar. Qilmishlaridan tavba qilmadilar. Beshinchi farishta kosasini hayvon taxtiga to'kib yubordi. Hayvonning saltanati zimistonga cho'lg'anib qoldi. Odamlar azobdan tillarini tishladi. Azob va yara jarohatlaridan nolib, osmondagi Xudoni haqorat qildilar-u, qilmishlaridan tavba qilmadilar. Oltinchi farishta kosasini buyuk Firot daryosi ustiga to'kdi. Kunchiqardan keladigan shoxlarga yo'l ochilsin deb daryoning suvi quridi. Bundan keyin ajdaho, hayvon va soxta payg'ambarning og'zlaridan chiqayotgan qurbaqanamo 3 ta yovuz ruhni ko'rdim. Bular ajoyibot yaratadigan jinlarning ruhidir. Ular har narsaga qodir Xudoning ulug' kunida bo'ladigan jangga barcha jahon shoxlarini to'plash uchun chiqadilar. Mana, men o'g'ri kabi kelyapman. Baxtlidir hushyor tortgan kishi. Yalang'och yurmayin, aybim ko'rinmasin deb kiyimini saqlab turgan kishi. Ruhlar shoxlarni Yahudi tilida Hormagedon deyilgan joyga to'pladilar. 7-chi farishta kosasini havoga to'kdi. Samoviy ma'baddagi taxtdan amalga oshdi degan baland bir ovoz chiqdi. Shu vaqt yashinlar chaqnab, ovozlar yangrab, momaqaldiroq guldiradi. Shunday kuchli zilzila bo'ldiki, yer yuzida inson yashagandan beri bu qadar kuchli zilzila yuz bermagan edi. Ulug' shahar 3 bo'lakka bo'linib ketdi. Majusiylar shaharlari yer bilan yakson bo'ldi. Xudoning qaynoq qahr g'azab sharobi bilan to'lgan kosa unga berilsin deb buyuk Bobil shahri ham Xudoning huzurida xotirlandi. Har bir orol o'rnidan jildi. Tog'lar ko'zdan g'oyib bo'ldi. Osmondan har bir donasi botmon keladigan yirik do'l insonlar ustiga yog'ildi. Odamlar do'l balosidan Xudoni haqorat qilishardi. Chunki bu balo haddan ziyod edi. 17-bob. 7 kosali 7 farishtadan biri kelib, menga shunday dedi. Bu yoqqa kelgin. Ko'p suvlar bo'yida o'tirgan buyuk fohishaga chiqarilgan hukmni senga ko'rsataman. Yer yuzi shoxlari u bilan faxsh qilardi.
yer yuzida yashayotganlar uning zino sharobidan mast bo'lardilar. Bundan keyin farishta meni ilohiy ruh ta'sirida cho'lga olib keldi. U yerda 7 boshli, 10 shoxli, kufrona nomlar bilan to'lib toshgan qip-qizil bir hayvon ustiga mingan xotinni ko'rdim. Xotin qip-qizil arg'uvon kiyimda, oltin javohirat, marvaritlar bilan bezangan edi. Uning qo'lida iflosliklar bilan, zino haromliklari bilan to'lib toshgan oltin kosa bor edi. Xotinning peshonasida uning ismi yozilgan edi. Sir, buyuk Bobil, yer yuzi fohishalari va haromliklari onasidir. Xotin Xudo azizlari qonidan, Iso shohidlari qonidan mast bo'lganini ko'rdim. Uni ko'rib, g'oyat darajada hayron bo'ldim. Farishta menga dedi: Nima uchun hayratga tushding? Men senga xotinning va uni ko'tarib yurgan 7 boshli, 10 shoxli hayvonning sirini aytib beraman. Ana, sen ko'rgan hayvon bor edi, endi yo'q. U ko'p o'tmay tubsizlik qa'ridan chiqib halokatga yo'liqadi. Yer yuzida yashayotgan va dunyo yaratilgandan buyon hayot kitobiga yozilmagan barcha odamlar hayvonni ko'rib hayron qoladilar. Chunki u bor edi, hozir yo'q, ammo yana keladi. Buni anglamoq uchun o'tkir aql va idrok darkor. 7 bosh, xotin ustida o'tirgan 7 tog'dir. Shu bilan birga 7 podshohdir. Bularning 5tasi mahv bo'ldi, bittasi qoldi. Boshqasi esa hali kelgan emas. U kelganda ham ko'p vaqt turmaydi. Ilgari bor, hozir yo'q hayvon esa 7 podshohdan biri bo'la turib 8-chisidir. U halokatga yo'liqadi. Sen ko'rgan 10 ta shoh 10 podshoh demakdir. Ular hali saltanatni qo'lga olgan emas. Ular hayvon bilan birga podshoh bo'lib, 1 soat hokimlik qiladilar. Bular bir fikrda bo'lib, qudratni va saltanatni hayvonga topshiradilar. Ular qo'zi bilan jang qiladilar, ammo qo'zi ularni yengib chiqadi. Chunki qo'zi hokimlarning hokimi, shahanshohdir. U bilan birga bo'lganlar esa da'vat etilganlar, tanlanganlar, sodiq qolganlardir. Farishta menga yana shunday dedi: Fohisha o'tirgan, sen ko'rgan suvlar el u xalq, millatlar, elatlar va tillardir. Sen ko'rgan hayvondagi 10 ta shoh fohishadan nafratlanadilar. Uni yalang'ochlab barbod qiladilar. Go'shtini burdalab yeydilar, o'zini esa o'tda yondiradilar. Chunki Xudo o'zining irodasini bajarishni ularning diliga solgan. Shunday qilib, Xudoning kalomlari bajo kelmagunga qadar ular bir jon, bir tan bo'lib, o'z hukmronliklarini hayvonga topshiradilar. Sen ko'rgan xotin yer yuzi podshohlari ustidan hukmronlik qiladigan buyuk shahardir. 18-bob. Bundan keyin ulug' saltanat sohibi boshqa bir farishtaning osmondan tushayotganini ko'rdim. Uning ulug'vorligidan yer yuzi yorishib ketdi. U kuchli bir nido bilan bunday dedi: Vayron bo'ldi. Vayron bo'ldi buyuk Bobil. U jinlarning makoni, har turli yomon ruhning panohi, har qanday murdor va manfur qushning panohi bo'ldi. U barcha xalqlarga o'zining qaynoq fohish zino sharobidan ichirgan edi. Yer yuzi podsholari u bilan zinokorlik qilgan edi.
yer yuzi savdogarlari uning safolaru dabdabalaridan boyib ketdilar. Shu payt osmondan boshqa bir ovoz eshitdim. U dediki: Ey xalqim, bundan chiqib keting. Sherik bo'lmang uning gunohlariga, duchor bo'lmang-da balolariga. Ko'kkacha borib yetdi-ku uning gunohi. Xudo esladi uning nohaqliklarini. Bobil sizga qanday sazo bergan bo'lsa, siz ham unga shunday sazo bering. Qilmishiga yarasha unga 2 barobar sazo bering. O'zi tayyorlagan selabadan 2 barobar to'ldirib unga ichiring. U naqadar kekkayib dabdaba surgan bo'lsa, unga shu qadar azob va g'am g'ussa orttiring. U o'zicha tulk emas, men malikaman. G'am g'ussa ham ko'rmayman deb aytdi-ku. Shu bois uning taqdiridagi balo-yu ofatlar, o'lim, g'am, g'ussa-yu qahatchiliklar bir kunning o'zida qo'pajak. U o'tda yoqilib kul bo'lajak. Qudratlidir uni hukm qilguvchi Xudoyi Taolo. Bobil bilan zino qilib, kayf safo surgan yer yuzi podshohlari undagi yong'in tutunini ko'rib, uning holiga bo'zlab yig'laydilar. Bobilning azob uqubati dahshatidan qo'rqib, uzoqda turib deydilar: Voy! Sening holingga voy! Ey buyuk shahar, mustahkam Bobil! Bir soatdayoq senga jazo keldi. Yer yuzi savdogarlari ham uning holiga yig'lab, motam tutadilar. Chunki ularning mollarini endi hech kim sotib olmaydi. Oltin, kumush, javohirat va marvaridlar, atlasu, shoyi, arg'uvonu qirmizi gazlamalar, har turli xushbo'y yog'ochlar, fil suyagidan yasalgan har xil buyumlar, eng qimmatbaho yog'ochdan, misdan, temirdan va marmardan yasalgan turli buyumlar, dolchin, atirlar, xushbo'y tutatqilar, moylar va simolalar, sharob, zaytun yog'i, sara un va bug'doylar, qoramol va qo'ylar, otlaru aravalar, shuningdek odamlarning jonini ham, tanini ham sotib oladigan boshqa hech kim bo'lmaydi. Sen jondan yaxshi ko'rgan mevalar qo'lingdan ketdi. Butun davlat u shavkating nom nishonsiz yo'q bo'lib ketdi. Bu mollar bilan savdo sotiq qilib boyib ketgan savdogarlar Bobilning azob uqubat dahshatidan qo'rqib uzoqda turganlaricha yig'lab, zollab deydilar: Ahvolingga voy, voy! Shoyi, atlas, qirmizi kiyimlar ila yasangan, oltin, javohirat, marvaridlar ila bezangan buyuk shahar, shunday boyliging bir soatdayoq yo'q bo'lib ketdi. Har bir darg'a, kemachi va kema yo'lovchisi, dengizda savdo sotiq qiluvchilarning hammasi uzoqda turganlaricha shahardagi yong'indan o'rlayotgan dudga qarab: Qanday shahar bu buyuk shaharga o'xshaydi deb faryod chekardilar. Ular boshlariga kul sochib, faryod chekib, ingrab dod solardilar: Voy holingga, voy! Ey buyuk shahar! Dengizdagi kemalarga ega bo'lganlarning hammasi sening qimmatbaho mollaringdan boyigan edi. Endilikda u bir soatdayoq xarobaga aylandi. Shodlaning uning holiga, ey osmon! Ey aziz muqaddaslar, havoriylar u nabiylar! Zero Xudo uni hukm qilib o'chingizni oldi. Keyin kuchli bir farishta tegirmon toshiga o'xshash katta toshni ko'tarib dengizga uloqtirdi-da, shunday dedi: Mana shunday shiddatla qulab tushgusi buyuk shahar Bobil. Endi u aslo qad ko'tarmas.
changchilar, ashulachilar, naychi-yu surnaychilar ovozi endi eshitilmas senda. Endi san'at ham, san'atkor ham sendan chiqmas. Tegirmon charxining tovushi ham aslo eshitilmagay senda. Endi chiroq ham senga shu'la sochmas. Kuyov bilan kelinning ovozi ham kelmagay sendan. Savdogarlaring yer yuzining katta ayonlari edi. Sehrgarliging bilan butun xalqlar aldangan edi. Payg'ambarlar, aziz muqaddaslar va yer yuzida o'ldirilganlarning hammasining qoni Bobildan topildi. 19-bob. Bundan keyin osmonda katta alamonning g'ala-g'ovuriga o'xshash baland ovozlar eshitdim. Halleluya! Xudoyimizga tegishlidir najotkorlik, ulug'vorlik, kuch va qudrat. Uning hukmi haq va to'g'ridir. Yer yuzini o'z zinosi bilan buzgan buyuk fohishani u hukm qildi. O'z qullarining xunini undan oldi. Ikkinchi marta dedilar: Halleluya! Bobilning dudi abadul abad burqiragay. Shu payt 24 nafar oqsoqol va 4 jondor o'zlarini yerga tashlab, Amin. Halleluya! deya taxtda o'tirgan Xudoga sajda qildilar. Keyin taxtdan bir ovoz keldi. Ey Xudoyimizning barcha qullari, undan qo'rquvchi katta yu kichiklar, unga hamd va sano aytinglar. So'ngra ko'p haloyiq shovullagan suvlar, gumburlagan momaqaldiroqqa o'xshash sadolar eshitdim. Ular shunday derdi: Halleluya! Har narsaga qodir Xudoyimiz sarvari koinot shoh o'rnini oldi. Uning izzat hurmatini bajo keltiraylik. Sevinib xursand bo'laylik. Qo'zining nikoh soati yetdi. Uning kelini o'zini hozirladi. Kiyinish uchun kelinga pok, oppoq shoyi berildi. Shoyi aziz muqaddaslarning solihligidir. So'ng farishta menga yoz dedi. Qo'zining nikoh oqshomiga chaqirilganlar baxtiyordir. Yana menga bular Xudoning haq so'zlaridir dedi. Men unga sajda qilish uchun oyoqlariga yiqildim. Lekin u menga shunday dedi: Zinhor bu ishni qilma. Men sening hamkoringman. Shuningdek Isoning shohidi bo'lgan hamma birodarlaringning hamkoriman. Xudoga sajda qil. Zero Isoga shohidlik payg'ambarlik ruhi bilan tengdir. Bundan keyin osmon ochilib, u yerda bir oq ot turganini ko'rdim. Otliqning ismi Sodiq va Haq edi. U odilona hukm chiqarib jang qiladi. Uning ko'zlari olov alangasiday, boshida ko'p toji bor, peshonasiga esa o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan bir ism yozilgan. U qonga bo'yalgan kiyim kiygan. Unga Xudoning kalomi deb nom berilgan edi. Pok, oppoq shoyi kiygan samoviy qo'shinlar oq otda uning ketidan borardi. Xalqlarga shikast berish uchun uning og'zidan bir keskir shamshir chiqib turardi. Qo'lida temir tayoq bilan ularni boqadigan o'shadir. Har narsaga qodir Xudoning qaynoq qahr g'azab sharobini tayyorlashga moslangan charxni o'zi bosadi. Uning kiyimi va belida shunday bir ism yozilgan: Hokimlarning hokimi, shohanshoh. Shundan so'ng quyosh ustida turgan bir farishtani ko'rdim.
u baland ovoz chiqarib osmon o'rtasidan uchib borayotgan barcha qushlarga shunday xitob qildi: Xudoning buyuk bazmiga kelinglar. Shohlar, sarkardalar, kuchlilar murdasini, otu otliqlar murdasini, hamma erkin tutqunlar, katta-yu kichiklar murdasini xomtalash qilish uchun to'planinglar. Shundan keyin men hayvonni, yer yuzi shohlarini, ularning qo'shinlarini ko'rdim. Ular ot mingan chavandoz bilan uning qo'shinlariga qarshi jang qilish uchun bir yerga to'plangan edilar. Hayvon va uning oldida g'aroyibotlar qilgan soxta payg'ambar asir tushdilar. Hayvonning tamg'asini qabul qilib, uning tasviriga sajda qilganlarni o'z g'aroyibotlari bilan aldagan soxta payg'ambar ana shu edi. Har ikkovi ham oltin gugurt bilan yonayotgan otash ko'liga tiriklayin tashlandi. Boshqalar esa ot mingan chavandozning og'zidan chiqqan shamshir bilan o'ldirildi. Hamma qushlar ularning go'shtini yeb to'ydi. 20-bob. Qo'lida tubsizlik qarining kaliti va katta zanjir bilan osmondan tushayotgan farishtani ko'rdim. Farishta ajdahoni, ya'ni iblis va shayton deb atalgan al-misoq ilonini tutib, uni 1000 yil muddatga kishanlab qo'ydi. 1000 yil tamom bo'lgunga qadar yana xalqlarni aldamasin deb uni tubsizlik qariga tashlab qamab qo'ydi va uning ustiga muhr bosdi. 1000 yil o'tgandan keyin qisqa bir muddatga uni ozod qilish kerak. Men taxtlarni va taxtda o'tirganlarni ko'rdim. Ularga hukm etish huquqi berilgan edi. Isoning shahodati va Xudoning kalomi tufayli boshi olinganlarning jonini ham ko'rdim. Bular hayvonga va uning tasviriga sajda qilmagan, peshonalari va qo'llariga uning tamg'asini qabul qilmaganlar edi. Ular tirilib Masih bilan 1000 yil hukm surdilar. Qolgan o'liklar 1000 yil tamom bo'lgunga qadar tirilmadi. Bu birinchi qiyomatdir. Birinchi qiyomatda ishtirok etadiganlar baxtiyor va muqaddasdir. Ikkinchi o'lim ularga hokim emas. Ular Xudoning va Masihning ruhoniylari bo'lib, u bilan 1000 yil hukm suradilar. 1000 yil tugagach, shayton o'z zindonidan ozod etiladi. Yerning 4 burchagidagi xalqlarni, Yajuj Majujni aldab, vasvasa qilish va jangga to'plash uchun zindondan chiqadi. Ularning soni dengiz qumiday son sanoqsizdir. Ular yer yuzi tekisligiga chiqib, muqaddaslar manzili va aziz shaharni qurshab oldilar. Shu payt Xudo osmondan o't yog'dirib, ularni qirib tashladi. Ularni aldagan iblis esa hayvon va soxta payg'ambar bo'lgan olovli va oltin gugurtli ko'lga tashlandi. U yerda ular kecha-yu kunduz ilolabad azob chekadilar. Keyin buyuk bir oq taxt va taxtda o'tirgan Simoni ko'rdim. Uning huzuridan yer va osmon qochar edi, lekin ularga joy topilmadi. Men Xudo taxti oldida turgan katta kichik o'liklarni ko'rdim. Kitoblar ochildi. Hayot kitobi degan boshqa bir kitob ham ochildi. O'liklarning har biri kitoblarda yozilgani bo'yicha qilmishlariga yarasha hukm etildi. Dengiz o'zidagi o'liklarni berdi. O'lim ham, tamuq ham
o'zlaridagi o'liklarni berdi. Har bir kishi qilmishlariga yarasha hukm etildi. O'lim va tamuh olov ko'liga tashlandi. Mana bu olov ko'li ikkinchi o'limdir. Ismlari hayot kitobida yozilmaganlarning hammasi olov ko'liga tashlandi. 21-bob. Shundan keyin men yangi bir osmon va yangi bir yerni ko'rdim. Avvalgi yer u osmon g'oyib bo'lgan edi. Dengiz ham endi yo'q edi. Men Yuhanna Tabarruk shahar Quddusni ko'rdim. U kuyovi oldiga bezanib chiqayotgan kelin kabi osmondan, Xudo huzuridan tushayotgan edi. Men arshi a'lodan kelgan baland bir ovozni eshitdim. U shunday dedi: Mana Xudoning makoni insonlar aro. Xudoning o'zi odamlar ichra yashar. Ular Xudoning xalqi bo'lgay. Xudoning o'zi ular ichra maskan qilgay. Xudo ularning ko'zidagi har bir yoshni artib olur. Endi o'limsira bo'lmas. Huzun ham, faryod ham, og'riq ham bo'lmas. Zero avvalgilar o'tib ketdi. Taxtda o'tirgan Simo: Mana men hammasini yangi qilib yaratyapman dedi. Keyin menga: bularni yozib qo'y. Bu so'zlar ishonchli va haqqoniydir dedi. So'ng menga qarab dedi: amalga oshdi. Ibtido va intiho, bosh va so'ng o'zimman. Men chanqaganga obu hayot bulog'idan tekin bahra beraman. G'olib kelganga bular nasib qiladi. Men uning xudosi bo'laman. U mening o'g'lim bo'ladi. Ammo qo'rqoq, iymonsiz, nopok, qotil, zinokor, jodugar, butparast va hamma yolg'onchilarning qismati olov va oltin gugurt bilan yonayotgan ko'ldadir. Bu ikkinchi o'limdir. Shu payt oxirgi 7 baloga to'ldirilgan 7 ta kosani ushlagan 7 farishtadan biri oldimga keldi va men bilan gaplashib: bu yoqqa kel. Qo'ziga kelin bo'ladigan ayolni senga ko'rsataman dedi. Farishta meni ilohiy ruhning ta'sirida baland, yuksak bir toqqa olib chiqdi-da, menga ko'kdan Xudo huzuridan tushayotgan Tabarruk shahar Quddusni ko'rsatdi. Shahar Xudoning ulug'vor jamoli bilan balqir, uning sayqali qimmatbaho tosh, billur, olmosga o'xshar edi. Uning devori qalin va baland edi. 12 darvozasi bo'lib, darvozalar ustida 12 farishta o'ltirar edi. Darvozalarda ismlar Bani Isroilning 12 qabilasi nomlari yozilgan edi. Sharqdan 3, shimoldan 3, janubdan 3 va g'arbdan 3 darvoza bor edi. Shahar devorlarining 12 poydevori bo'lib, ularda qo'zining 12 havoriysi nomlari yozib qo'yilgan edi. Men bilan gaplashgan farishtaning qo'lida shaharni, uning darvozalari yu devorini o'lchash uchun oltindan bir o'lchagichi bor edi. Shahar to'rtburchak shaklda joylashgan. Uning bo'yi eni bilan teng edi. Farishta shaharni o'lchagich bilan o'lchadi. U 12,000 o'q otimi ekan. Uning eni, bo'yi va balandligi bir-biriga teng edi. Farishta shaharning devorlarini ham o'lchadi. U insonlar o'lchovida ham, farishtalar o'lchovida ham 144 tirsak chiqdi.
devorlar olmosdan, shahar esa shishaday tiniq, sof oltindan qurilgan edi. Shahar devorlarining poydevorlari turli qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan edi. Birinchi poydevor olmosdan, ikkinchisi ko'k yoqutdan, uchinchisi aqiqdan, to'rtinchisi zumraddan edi. Beshinchisi feruza, oltinchisi lal, yettinchisi sariq yoqut, sakkizinchisi ko'k zumrad, to'qqizinchisi zabarjad, o'ninchisi yashil aqiq, 11-si lojuvard, 12-si binafsharang yoqutdan edi. 12 darvoza 12 marvariddan iborat edi. Ya'ni har bir darvoza bitta marvariddan yasalgan edi. Shaharning ko'chasi esa bamisoli shaffof shishadek sof oltindan edi. Bu shaharda ma'bad ko'rmadim. Chunki har narsaga qodir Xudoy taolo va qo'zining o'zi shaharning ma'badidir. Shaharni yoritish uchun quyoshga yoki oyga ehtiyoj ham yo'q. Chunki Xudoning ulug'vor jamoli uni yoritadi. Qo'zining o'zi uning yoritqichi bo'ladi. Qutulgan xalqlar shaharning nurida yurishadi. Yer yuzi podshohlari unga o'z shon shuhratlarini keltiradilar. Shahar darvozalari kun bo'yi ochiq turadi, sira yopilmaydi. Chunki u yerda tun bo'lmaydi. Xalqlarning barcha davlat va savlati unga kiritiladi. Lekin hech qanday murdor narsa, hech bir razil yoki yolg'onchi kishi unga kirmaydi. Faqat qo'zining hayot kitobida yozilganlar kiradi. 22-bob. Farishta menga Xudoning va qo'zining taxtidan chiqib, shahar ko'chasi bo'ylab oqayotgan billurday tiniq obi hayot daryosini ko'rsatdi. Daryoning u yog'ida ham, bu yog'ida ham har oyda bir, ya'ni yilda 12 marta hosil beradigan hayot daraxti bor edi. Bu daraxtning barglari xalqlarga shifo baxsh etadi. Boshqa hech qanday la'nat qolmaydi. Shaharda Xudoning va qo'zining taxti bo'ladi. Uning qullari unga xizmat qiladi. Ular uning yuzini ko'rib turadi. Uning ismi ularning peshonasiga yozilgan bo'ladi. U yerda boshqa tun bo'lmaydi. Chiroqqa ham, quyosh yog'dusiga ham ehtiyoj bo'lmaydi. Chunki Xudoy taolodan ularga nur yog'ilib turadi. Ular esa to abad hukmronlik qiladilar. Farishta menga shunday dedi: Bu so'zlar ishonchli va haqqoniydir. Aziz payg'ambarlarni ruhlantirgan Xudoy taolo yaqin orada yuz berishi muqarrar bo'lgan voqealarni o'z qullariga bildirish uchun farishtasini yubordi. Mana men tezda kelaman. Bu kitobning bashoratli kalomlariga rioya qilganlar baxtiyordir. Men Yuhanna bularni ko'rdim va eshitdim. Bularni ko'rib eshitganimda menga ko'rsatgan farishtaning oyoqlariga yiqilib sajda qilmoqchi bo'ldim. Ammo u menga: "Zinhor bu ishni qilma. Men sening hamda birodarlaring, payg'ambarlarning hamkoriman. Shuningdek, bu kitobning so'zlariga rioya qiluvchilarning hamkoriman. Xudoga sajda qil" dedi. Keyin menga yana shunday dedi: "Bu kitobning bashoratli kalomlarini muhrlab sir saqlama. Chunki vaqt yaqindir. Fosiq mayli yomonlik qilaversin. Nopok mayli ifloslik qilaversin. Solih esa
to'g'ri ish qilaversin va muqaddas kishi o'zini muqaddas saqlasin. Mana, men tez kelaman. Qarimtam o'zim bilan. Har kimga qilmishiga yarasha sazo bergumdir. Men ibtido va intiho, avvaliyu oxiri, bosh va so'ngdirman. Qanday baxtlidir kiyimlarini yuvganlar, hayot daraxti mevasidan yeb, shahar darvozalaridan kirish huquqiga ega bo'lganlar. Tashqarida esa itlar, jodugarlar, zinokorlar, qotillar, butparastlar, yolg'on, makrga hujum qo'yganlarning hammasi bo'ladi. Men Iso o'z farishtamni oldingizga yubordim, toki u bu to'g'rida jamoatlarimga shahodat bersin. Men Davud avlodidan kelib chiqqan zot, yorug' tong yulduzidirman. Ruh ham, kelin ham kel deb chorlayapti. Eshitgan kishi ham kel desin. Chanqagan kelsin, xohlagan hayot suvidan tekin bahra olsin. Bu kitobning bashoratli kalomlarini eshituvchi har bir kishiga shahodatim shu: kimda kim bularga biror narsa qo'shsa, Xudo bu kitobda yozilgan balolarni unga taqdir qiladi. Kimda kim bu kitobda bashorat qilib aytilgan so'zlardan biror narsani olib tashlasa, Xudo uni bu kitobda yozilgan hayot daraxtidan va muqaddas shahardan mahrum qiladi. Bu gaplarning shohidi ha, men tez kelaman deyapti. Amin. Kel yo Rabbimiz Iso. Rabbimiz Iso Masihning inoyati barchangizga yor bo'lsin. Amin.